dizel plitani ishga tushirdik. Ko'ryapsiz, qip-qizil bo'lib turibdi. Endi suv qo'yamiz, choy. Hozir choy damlaymiz. Qaynaganda sizga qaynaganini ham ko'rsatamiz. Avtouyni mana shunaqangi dizel plitalari ham bor. Choylarimiz ham qaynab chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Buni kuchli qaynatar ekan. Endi bemalol o'chirsak ham bo'ladi. Mana shu yerda choylarni qaynatib, mana bunaqangi soyabonlarning tagida maza qilib tog'larga chiqqanda dam olsangiz bo'ladi bu avtomobilda. Idish-tovoqlarni yuvadigan joylari ham bor. Ichki qismda bemalol dam olishingiz uchun televizor, konditsioner, muzlatgichlari, undan tashqari ichki qismda ham ovqat pishiradigan joylar bor. Bu yerda ham 2 kishilik yotoqxona va eng kerakli bo'lgan hojatxona hamda yuvinish xonalari ham bor va tabiatni tomosha qilishni xohlasangiz, mana bu yerda 2 kishilik spalniyani tepasiga chiqsangiz, mana bunaqangi manzaraga ham guvoh bo'lasiz. Ko'rishingiz mumkin, tashqarini bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi. Quyosh batareyalari ham avtomobilda qo'yib o'tilgan. Tabiat qo'ynida choylarni damlab, ovqatlarni qilib, maza qilib dam olaman deganlar uchun mana shu Chang'an avtouyimizni o'z narxida berib yuboramiz, chunki pulni yechib olish kerak tezroq. Shuning uchun ustiga deyarli foyda qo'yilmagan holatda avtomobilni King Motorsdan xarid qilsangiz bo'ladi. Mana bu boya ko'rsatganimiz oynalarning ochilgan holati, kelib o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Solyarkali benzinla solib qo'yganmiz, ishlatib ko'rsatib beramiz. Sizga ma'qul kelsa, aynan mana shu avtomobil eng arzon narxida sizniki bo'lishi mumkin.